Ukrainada tinchlik bo'lishi uchun G'arb ayrim talablarida voz kechish kerak. Elon Musk. Afg'onistondagi muxolifat kuchlar Tolibon pozitsiyalariga hujum qildi. Qurbonlar bor. Moskva Ukraina bo'yicha muzokaralarga tayyor. Rossiyalik deputat Markaziy Osiyo davlatlariga viza rejimini joriy etishni talab qildi. Rossiya Ukrainaga yana ballistik raketa zarbasini berdi. Qurbonlar bor. Isroildagi o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Endi esa batafsil. Ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroqqa yetib qoladimi? Umumiy holsizlik va energiya yetishmayaptimi? Tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Unda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Erkaklik quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Ukrainada tinchlik bo'lishi uchun G'arb ayrim talablaridan voz kechish kerak. Elon Musk. Milliarderning so'zlariga ko'ra, G'arbda ko'pchilik o'z orzu-umidlarini haqiqat deb qabul qilib, Rossiyadan butunlay chekinishni talab qilmoqda. Ammo bu real voqelikdan yiroq. Frontda odamlar o'layotgan vaqtda ayrim diplomatlarning hashamatli joylarida o'tirib 7 taomdan iborat kechki ovqatni yeb, Rossiya chekinish kerak degan gaplarni aytishi meni juda g'azablantiradi. Lekin Rossiya chekinmaydi, dedi Elon Musk The Economist nashrga bergan intervyusida. Moskva Ukraina bo'yicha muzokaralarga tayyor. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukrainadagi mojaroni siyosiy diplomatik yo'l bilan hal etish tarafdori bo'lib qolayotganini, biroq o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga har qanday sharoitda erishish niyatida ekanini bildirdi. Lavrov bu haqda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi doirasidagi chiqishida ma'lum qildi. Biz bir necha bor siyosiy diplomatik yo'l bilan hal etishni afzal ko'rishimizni aytganmiz. Biroq har qanday holatda ham maqsadlarimizga erishamiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. AQSh davlat kotibi Marko Rubioning Anchorage sammitida erishilgan kelishuvlar amalga oshmagani haqidagi bayonotiga munosabat bildirgan Lavrov, muzokaralarda taraqqiyot bo'lmagani uchun kim mas'ul ekanini aniqlash zarurligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva kelishuvlar doirasidagi o'z majburiyatlarini bajargan va AQSh taklif etgan murosa jangori harakatlarni to'xtatish hamda muzokaralarni boshlash uchun asos bo'lishi mumkin edi. Lavrov shuningdek Washingtonning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi o'zgarganini, Kiyevning AQSh takliflarini rad esa G'arb davlatlarining Ukrainaga harbiy yordami davom etayotgani bilan bog'liqligini bildirdi. Afg'onistondagi muxolif kuchlar Tolibon pozitsiyalariga hujum qildi. Qurbonlar bor. Afg'oniston ozodlik fronti mamlakat shimoli sharqidagi Badaxshon viloyatida Tolibon pozitsiyalariga tunda qilingan hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Tolibon esa to'qnashuvda 5 nafar hujumchi o'ldirilganini ma'lum qilgan. Ammo TV telekanali manbalariga ko'ra, to'qnashuv Zebok tumanida boshlangan va bir necha soat davom etgan. Afg'oniston ozodlik frontining siyosiy masalalar bo'yicha rahbari Doud Najiy X sahifasida e'lon qilgan postida hal qiluvchi janglar yangi bosqichga o'tganini bildirib o'tdi. Tolibonning 219-Omariy Salis diviziyasi o'z bayonotida jang bo'lib o'tganini tasdiqladi va chegara kuchlari 5 nafar hujumchini o'ldirganini bildirdi. Bayonotda aytilishicha, qurolli shaxslar Tolibon kuchlari bilan to'qnashuvdan oldin Pokistonning Chitral hududidan Zebok tumaniga kirib kelgan. Ushbu to'qnashuvlar so'nggi haftalarda qurolli muxolifat faolligi oshgan Badaxshon viloyatida Tolibon kuchlariga qilingan navbatdagi hujum bo'ldi. O'tgan haftada Sepahiyani Mixan guruhi viloyat markazi yaqinidagi Yaftali Payin tumanida bir necha davlat idoralarini qisqa muddatga egallab olgandi. Ular bir necha soatdan keyin hududdan chekingan. Rossiyalik deputat Markaziy Osiyo davlatlariga viza rejimini joriy etishni talab qildi. Rossiya Davlat dumasining Spravedlivaya Rossiya fraksiyasi deputati Sergey Mironov yana bir bor Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimini joriy etish mavzusini ko'tarib chiqdi. Bu haqda joriy yilning 22-iyul kuni Mironov chiqish qilgan brifing videosi e'lon qilindi. Brifing davomida u Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimini joriy etish kerakligini bildirgan. Umuman olganda biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimini joriy qilish mumkin deb hisoblaymiz. Lekin loaqal Belarus prinsipi bo'yicha qilaylik. U yerda shunday tartib o'rnatilgan. Qaysidir biznesmenga xorijiy ishchi kuch kerak bo'lsa, birinchi navbatda ushbu ishni Belarus qila olmasligini isbotlashi talab etiladi. Isbotladimi? Juda yaxshi.
Shundan so'ng erkaklar uchib kelishadi va ochiq maydonda vaqtinchalik turar joy quriladi. Bizdagidek aholi yashaydigan punktlarda emas. Ular muayyan ishni bajarishadi, pulini olishadi va ketishadi. Hech qanaqa oilalarsiz. Mironov o'z chiqishi davomida o'zi olgan ma'lumotlarni keltirib o'tgan. Unga ko'ra, go'yoki Rossiyaga kirib borayotgan migrantlarning bor yo'g'i 28% ishni rejalashtirish, qolganlari esa boshqa maqsadlarda borgan. Shuningdek, u agar migrant jinoyat sodir etsa, uning qarindoshlarini ham vataniga deportatsiya qilishni taklif etgan. Bundan tashqari, u Rossiyada migrantlarning iqtisodiyotning muayyan sohalarda ishlashini taqiqlash kerak deb hisoblaydi. Rossiya Federatsiyasi subyektlarining yarmidan ko'pi shunday qonunlarni qabul qildi. To'g'ri qilishdi. Keling, federal darajada ham shunday qilaylik. O'ylaymanki, 9-chaqiriq Davlat Dumasi ushbu yo'nalishda ish olib boradi. Bundan tashqari, deputat ba'zi aralash jang san'ati klublarida shug'ullanuvchilarning aksariyatini migrantlar tashkil etayotganidan xavotir bildirgan. Istalgan hududdagi istalgan MMA sport klubiga kirib ko'ring. U yerda biznikilar yo'q, hammasi migrantlar. Ular nimaga tayyorgarlik ko'rishmoqda? Nima uchun? Bu juda xavotirga solyapti, deydi Mironov. Rossiya Ukrainaga yana ballistik raketa zarbasini berdi. Qurbonlar bor. Rossiyaning 24-iyul kuni Ukrainaning Kiyev viloyatiga bergan ballistik raketa zarbasi oqibatida mudofaa sanoatiga bag'ishlangan tadbirda 10 kishi halok bo'ldi. Qariyb 100 kishi jarohatlandi. Bu haqda Ukraina rasmiylari ma'lum qilgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati qutqaruv ishlari hodisa joyida yakunlanganini bildirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu hujumga izoh berib, hodisani Rossiyaning terrori deb atagan. Biroq biz ming marta aytdikki, urush sharoitida bunday dushmanga qarshi kurashayotgan paytda odamlar ko'p to'planadigan har qanday qurol-yarog' ko'rgazmalarini, ayniqsa turar joylar yaqinida o'tkazish mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi, degan Zelenskiy. Dron ishlab chiqaruvchilar uyushmasi tomonidan tashkil etilgan tadbir poytaxt chekkasida uncha uzoq bo'lmagan hududda o'tkazilayotgan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili tadbir harbiy idora tasarrufidagi obyektda o'tmaganini, biroq bunday tadbirlarni tashkil etishda eng yuqori xavfsizlik choralari ko'rilishi kerakligini aytgan. Kiyev viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Ruslan Alinik 25-iyul kuni viloyatda motam kuni deb e'lon qilinishini ma'lum qilgan. Ukraina mudofaa sanoati kengashi raketa zarbasi Ukraina mudofaa sanoati vakillari ishtirok etayotgan obyektga berilganini tasdiqlagan. Kengash o'zini tadbir tashkilotchisi emasligini bildirib o'tgan. Isroildagi o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Yaqin Sharqdagi keskinlik ortidan O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi mamlakatda bo'lib turgan o'zbekistonliklardan hushyorlikni oshirish, boshpanalarni oldindan aniqlash va rasmiy ko'rsatmalarga amal qilish so'raldi. Bu haqda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi xabar qilgan. Elchixona ma'lumotlariga ko'ra, Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada keskinlashishi ehtimoli mavjud. Shu munosabat bilan O'zbekiston fuqarolariga Isroil davlat organlari, xususan Fuqaro front orti qo'mondonligi tomonidan berilayotgan rasmiy xabar va ko'rsatmalarni muntazam kuzatib borish hamda ularga amal qilish tavsiya etildi. Shuningdek, yashash yoki ish joyiga yaqin bo'lgan boshpanalar joylashuvini oldindan aniqlab qo'yish, safar va harakatlanishni rejalashtirishda ehtiyotkor bo'lish, rasmiy cheklovlar va xavfsizlikka oid ogohlantirishlarni inobatga olish, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni doimo o'zi bilan olib yurish hamda yaqinlar bilan doimiy aloqada bo'lish so'ralgan. Elchixona fuqarolardan xotirjamlikni saqlash, tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik va faqat rasmiy manbalar orqali berilgan axborotga tayanishni ham so'radi. Qayd etilishicha, diplomatik vakolatxona vaziyatni doimiy ravishda kuzatib bormoqda va zarurat tug'ilganda qo'shimcha ma'lumot taqdim etadi.